qizlar savdo bo'linchi. Hidini, ashchani hidi haqiqiy mana. Hech qanaqa sintetika emas, sintetika. Siz gapirib turasizmi? Men bu yoqda bo'laman, beraman. Qanaqa? Choy shaplari. Choy shaplari. Nima qilsangiz? Men xulosa beraman-da. Bu bilasizlar oldin selofandan bo'ladi. Paketini ko'rsatamizda beshik qanaqa taxlaydi? Mana bu. Qizili bilasizlar hammasini beshigida qizil baxmal yopiq bo'ladi. Mana o'tkazmaslik uchun, yorib tushmaslik uchun, bola uxlashi uchun qilinadi. O'shanisini ko'rsating, bizaniki qanaqa chiroyli chiqdi. Men sizlarga ko'rsatsam, buni tomosha qiladigan bo'ldi. Bu tomosha qilasiz deyman, qanaqa chiroyli bo'ldi. Haqiqiy meros qoladigan beshik bo'ldi-da. Nabiralar har bir ayolga, har bir kelinga mana shunday beshik tebratish nasib qilsin. Ko'zmunchoq esimdan chiqib ketdi. Ko'zmunchoq ilishmayapti. O'shaning uchun. Yo'q, ko'zmunchoq kerak emas. O'zi rosa chiroyli bo'ldi. Zemchiqlar ishlatmay qo'yib, shu tumorga ishlanadi. Qizlar bitta narsa qolib ketibdi, bilasizlar? Beshikka ikkita qo'yilardi, yaxshi niyatda. Shundoq. Hammaga nasib qilsin.